Hech qachon esingizdan chiqarmang. Mana shu konteyner oldida it mushuk bo'lib aylangandan ko'ra, shuni ustiga chiqib olsangiz, yaqqol ustunlik sizda bo'ladi. Agar optingiz bo'lmasa, 800 FPS telefonda o'ynasangiz ham foydasi yo'q. Pritsel to'g'ri usha olmaganim uchun bitta ham o'q tekkiza olmadim. Bunaqa momentda protivnik bizga polibom pushqilari o'shaning uchun chiqargan joyiga prep qotib turamiz. Bu narsani raqibimiz kutmaganda o'shaning uchun shokka tushib qoldi. Endi esa chiroyli kutib olsak bo'ldi. Hali ham shotdamisiz? Yaxshi unda like va obuna tugmasini bosib qo'ying, sizdan hech nima ketmaydi. Protivnikka yaxshigina o'rin berdik, endi esa akkuratni push qilamiz. Hech qachon esingizdan chiqarmang. Mana shu konteyner oldida it mushuk bo'lib aylangandan ko'ra, shuni ustiga chiqib olsangiz, yaqqol ustunlik sizda bo'ladi. Ko'rishingiz mumkin, konteyner ustiga chiqib, o'zim pozitsiyamni yaxshilab, protivnikka prosta shans qoldirmadim. To'xtinglar, qayerga shoshib ketibsizlar? Hali men videoni tugatganim yo'q. Agar sizga arzon va ishonchli akkauntlar kerak bo'ladigan bo'lsa, shuni Telegram kanalimga o'tib, o'zimni shaxsiy akkaunt savdo kanalimdan olishingiz mumkin. 100% o'zim javob beraman. Agar zalyotingiz mana shunaqa motion bo'lishini xohlasangiz, bemalol Telegram kanalimga o'tib, optimizatsiyani sotib olishingiz mumkin. Любой telefonga tushadi, 100% kafolat beraman, sizlarga foydasi tegadi. Telegram kanalingizni qayerdan topamiz deyotganlar. Instagram profilimga o'tadigan bo'lsangiz, bioda ssilka bor. O'sha ssilkani ustiga bitta bosadigan bo'lsangiz, shuni to'g'ri Telegram kanalimga olib kiradi.